Assalomu alaykum. Bugun bizlar sizlar bilan vodorod peroksidini konsentratsiyasini katalaza fermenti faolligiga ta'sirini o'rganamiz. Buning uchun bizlarga kerak bo'ladi yangi kartoshka, vodorod peroksidini 1%, 3% va 6% eritmalari. Kartoshkamizni bir xil massada o'lchab olishlik elektron tarozi, skalpel, chizg'ich, pipetka hamda sekundomer kerak bo'ladi. Dastlab kartoshkamizni bir xil massada maydalab olamiz. Kartoshkamizni bir xil massada maydalab oldik. Endi tarozida o'lchab olamiz. Kartoshkalarimizni bir xil massada 3 ta proverkaga joylashtirdik. Birinchi proverkamizga 1% pereks vodorodni 5 ml quyamiz. Ikkinchi proverkaga 3% pereks vodoroddan 5 ml dan quyamiz. Uchinchi proverkamizga 6% pereks vodorodni 5 ml quyamiz. Va sekundomerni 1 daqiqaga qoldiramiz. 1 daqiqa vaqtimiz o'tdi. Endi ko'pik balandligini o'lchaymiz. Vodorod peroksidi konsentratsiyasi oshgani sari katalaza fermentining faolligi ma'lum darajada oshadi va juda yuqori konsentratsiyada vodorod peroksidi katalaza fermentini denaturatsiyaga uchratadi va faollik pasayadi. Katalaza fermenti vodorod peroksidini kislorod va suvga parchalaganda kislorod ko'pik ko'rinishda ko'tariladi. 1% vodorod peroksid eritmasidagi kartoshkamiz. 3% vodorod peroksid eritmasidagi oxirgi 6% vodorod peroksid eritmasi. Bugungi laboratoriya ishimiz shuning bilan yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.